Muhammad Zaki İbrahim'dan so'ralgan tasavvuf nima o'zi? Tasavvuf shu adashtiruvchi yo'l, zalolat deyishyapti, bid'at deyishyapti. Siz bir batafsil gap aytib bering. Tasavvuf haqida. Biz tasavvur qilaylik. Hazrat aytmoqchi tasavvuf haqida tasavvur. Shunda u kishi javob berganlar. Javobni bayt bilan berganlar. She'r qilib. Keyin savolda ham she'rga aylantirib qo'yishgan keyin. Savolda aytiladiki: "Ya sayyidi ya imam al-asri qila huna inna at-tasawwuf tadlil wa ta'wij. فما التصوف في الإسلام صفه لنا فإن فتواك للمكروب تفريج." Bu savol. Ey sayyidim, ey bu asrning imomi, asr imomi. Bu yerda aytilyaptiki, tasavvuf adashtirishdir, zalolat